Assalomu alaykum qadrdonlar. Biz hozir Quvaga keldik, Shredder degan joyga. Ko'pchilik biladi, ko'pchilik ko'rgan. Men Tiflisdan bor. Tiflisaga nima eksam ekan deb o'tgan safar video qoldirgandim Instagramga, bu YouTube kanalimga emas. Ko'pchilik samallar ekin deyapti. Endi hozir bir ikkita akalar menga taklif beryapti. Anvarjon, o'sha dekorativ narsalar eksiz bo'ladi, mevali daraxt eksiz ham bo'ladi Tiflisanchiga. Erta bahorda ustini bir 2 oy yopib turasiz deyapti. Tashqaridan ko'ra tezroq pishadi deyapti. Mana siz dehqonsiz, mana shu ko'chatlar yetishtirasiz. Nima deysiz? Bir taklif, nima eksam bo'ladi endi? Olti sut 21 ga 30 uzuni. 21 ga 30 bo'lsa aka, shu fantaziya shaftolimiz bor. Fantaziya? Fantaziya, ha. Bu aka o'zi may oyida pishadi. Agar Tiflisdan ichiga ekadigan bo'lsangiz, u degani 1 oy oldin aprelga chiqib beraveradi shu shaftollarimiz. Dekorativ deganingizga, dekorativni buni shakllari bor. Shaklli qilib ketsangiz ham dekorativni ham mevasidan foydalanib tursa bo'laveradi. Hozir bu 1 yillik shaftollar. 1 yillik shaftol o'zi 3 yilda ko'chat tayyor bo'ladi. Tagi 2 yillik, mevasi 1 yillik mana ko'chatlarimiz. Ishonchli hammasi. Bu rangi qanaqa bo'ladi endi? Rangi qizil bo'ladi, tuksiz bo'ladi. Fantaziyada mayda biz sharoitda 27-mayga chiqib beryapti. Endi demoqchimanki, hozir men olti sutni ekadigan bo'lsam, buni uzoq yo'llarga ham yaraveradi. Bu hozir mana Rossiyaga jo'natishyapti. Eksportga. Eksport mevalarimizdan bittasida bu. Hozir bular 1 yashar ekan. Hozir men Tiflisamiga nechiga qilib eksam bo'ladi endi hozir bularda? Agar men shakl berib turadigan bo'lsam, biraglariga 4 ga 4 qilib ekadi. Biragilar 3,5 ga 3,5 qilib ekadi. 4 ga 3 ekilaveradi. Shunda yaxshi bo'laveradi aka. 4 ga 3 ga tushaveradi. 4 ga 3 chunki bu yilda kesiladi. O'sha hosilini qo'yib kerak shoxlar olinadi. Ham shakli chiroyli bo'ladi, ham mevasi foydalaniladi aka. Kiyaliga sizlarda mana bunday behilar ham bor. Bunga nima deysiz endi? Undan ham bo'laveradi aka. Bizim qo'shnimiz behisi bor-ding, Yormat akami. Obunachilar taniydi, bitta qo'li yo'q-da. Ha, jismoniy imkoniyat cheklangan. O'sha odam behisi bor, o'sha shalak blogimdan osilib qolgan. Nog'il yarasi bor-ding. Unga bir dori pori seplish kerakmi? Dorilarimiz bor. Endi mana katta behlarni o'zim misol uchun tandiq bo'lmaydi-ku. Nimadir bir sepish kerak, dori pori. Dorilar bor aka, vaqtda dorilarni bersangiz aka, cho'tki bo'laveradi, xudo xolasa. Dorilarimiz ham bor shatda o'zimizda. Bu behin nomi nima endi u? Nima aytaylik? Bizda endi aka har xil joyda har xil nomlanadi. Bizda olma behi deydi, non behi deydi. Biznikilar shu olma behi. O'zi asli olma behi deyiladi. Bitta donasi 500 gram, 800 gramlari ham bor. 800 gram bir donasi. Qiladi. Gap yo'q. Bo'lmasam hali Tiflisam bor, sizga videosini ko'rsatdim. O'shan chekka tomonda Tiflisadan tashqarida 1 metr joyim bor. Uzum to'y qilinganda o'shani qirg'og'iga uzum ekkanman. Uzum endi nariyoqqa taraladi. Bu tomon Tiflisa, o'rtada 1 metr joy bor. O'shani o'rtasiga yo'ladi qirg'og'iga-da endi ekib qo'ysam, shakl berib tursam, eng baland qancha bo'lishi kerak endi balandligi? Balandligi aka 1,5, mana shu 1,70, 1,80 shunday bo'ladi aka. Biz o'zimizda shakllari joyida hozir. Shunga qarab moslab ketaveramiz. Shakllarni berib qo'yganmiz. Hozir yaqin o'rtadami? Ha, shu yerda aka, mana bu yerda. Videomiz obunasi ko'ramiz. Mana aka, mana shu ko'chatlarimiz, bu formalari 80. Bu o'sadi, kesib shakliga berib moslab ketaveramiz. Hozir mana 3 ta shoxi bor, ha? Bitta mayda shoxi, bitta kattarog'i, keyin gilamlisi. Ona shox deyiladi bu. Boshlovchi shox. Xudo xolasa shuni eksangiz 1,5-2 metrga o'sishi mumkin. Shu yerda meva beraveradi aka. Shoxlaydi hali bu. O'sha joyda. Bu suvli joylarga nima deysiz endi? Hozir oddiy misol biz Yozyovon tumani sal namli joyda zakroq. Yo teparoq ekish kerakmi? Yo tushaveradi aka, zakli joyga beqaytaveradi. Mana hozir olib borib ekdik. Qayerdan kesiladi oddiy misol 3 ta shoxi bor. Bitta aka. Bo'ldi. Shoxlaveradi aka. Shoxlagandan keyin keyingi yilgacha. Keyingi yilga shoxiga qarab kesilaveradi aka. G'ujana bo'lib qolmasa kerak, ha? Orasini ochib kesib turiladi aka. Bu 3 yilda hosil kiradi. Xudo xolasa. Xudo xolasa 3 yilda hosilga kiradi. 800 gram behi. Endi obunachilar umr oqarda vaqt ham tez o'tyapti-da. Olib borib ekib qo'ysak 2-3 yilda bir mazaqli manzarada tomosha qilib, keyin kompot qilgani ham zo'rda. Bu oldingi behilar bilsangiz agar yesangiz tiqilib qolardingiz hali. O'tmay qoladi. Bunda bunaqa emas. Bu hozir rivojlari ancha nima bo'lgan, yaxshi bu. Tiqilmaysiz. Behini insonga juda foydalari ko'p.
O'shuncha uydagi eski behilar bormi, eski onalarim borda, achchiq onar bor. Yeganingizdan ko'zlar yumilib ketadigan onalarim bor. Endi uni ham odamga, insonga foydasi bor. O'shalarni olib turib, ana shu arada qirib olgan aytaveradi bu. Aytaveradi. Arada qirib olgan bir qator qilib Umidjon aka nima deysiz? To'g'ri. Bir qator qilib eksam. Xo'p, bu bo'ldi. Endi oralarga nimadir ekish kerakmi yo faqat o'zini behi yonmay turish kerakmi yo? Bo'laradi aka, o'zi bo'laradi. Bu qator behi ekib, tarab qo'ysiz ham bo'ladi aka buni. Buni yo'llari ko'p. Endi yong'oqda ham gapirib o'tdingiz-da, opaya. Yong'oq, yong'oq. Orasiga yong'oq eksa nima bo'ladi? Bitta behi, bitta yong'oq, bitta behi, bitta yong'oq. Endi ham borda bir 20 metr bor. Unaqa sharoit bo'ladigan bo'lsa ekilaveradi aka. Yong'oqlarimiz ham yaxshi. Katta bo'lgan yong'oqlardan bor. Hozir uydangizga necha yil bo'ldi? 96-yilda ekilgan, hozir aha borib ko'ramiz buni ham. Unaqa katta bo'lib ketmagan. Shundan olib ko'chat qilib ko'paytirib qo'yganmiz. U ser hosil bo'ladimi? Ser hosil aka, ha. Endi bog'iga kelganmiz. Joyiga haligi ko'pinchalik bahorda oladigan insonlar ham borda. Chunki men ham juda ko'p yil bahorda olib, issiqdan o'talmagan ko'chatlarim ham bo'ldi-da. Shu ko'chatni aka o'zi asli gapingizni bo'ldim. Kuzda ekish kerak. Kuzda ekkan foydasi ko'chat uyquga ketgan bo'ladi. Tomirni yulganingizni bilmaydi ko'chat. Bahorda ekadigan bo'lsangiz, bahorda o'sha tanaga suv yuradi, ko'chat uyg'onib olgandan keyin tomirni yulganingizdan keyin yerga borib o'rnashguncha to 1 yil yutkazib qo'yasiz. Kuzda ekkan ma'qul ko'chat. Iloji bo'lsa. Endi yaqinlangan mana shu videoni tashab qo'yasizlar. Hozirgi kunda Telegram gruppalar ko'p, qarindoshlar gruppasi. Shunaqa gruppalarga ham tashab qo'ysalar, kimlardir bahorda ko'chat olaman degan inson bo'lsa, hozir bu akamizni, Mirishkor akamizni gaplarini eshitib, balkim misol uchun olib kelib ekar. Kimda olsa ham menga o'ynaqasi yo'q. Prosta endi men sizlarga bir bepul maslahat bo'lsin deb akadan bir intervyu olyapman. Yong'og'ini ham xudo xolasa ko'ramiz. Hozir undan 21 ga 30 bo'ladigan bo'lsa, poni shaptal qo'raveramiz bo'lmasa. Shunday. Ha? Boyagani teplisa bilan uzum tokni orasiga behdan haydab qo'ramiz. Mana dagi uyimda arada qirg'og'i bor, itali onar bor dedim-ku. Uni oltacha etga behi bilan yong'oqni urib qo'ramiz. Shunday qilamiz aka. Sizlarda qanaqa ko'chatlar bor endi O'zbekda? Bizda aka bex ko'chatimiz bor, gilos ko'chatimiz 3 xil navi bor. Olmamiz 5 xil navi bor, shaftolini 4 xil navi bor. Silvamiz bor, 5 xil 6 xil. Xullas hamma ko'chatlardan bor. Xudo xolasa mana ko'chatni ham o'sha ko'chirishni boshladik, xudo xolasa. O'sha shaftolida qoldim. Hozir Mirishkor akamiz aytayaptiki, 3 ga 3 qilib ekavering teplisanchiga deyapti. Mana shunaqa kesib berar ekan mana. Cho'tga qilib. Bu tomirdan nima ekasizlarni? Tomirdan kesib qo'yib, ancha-muncha bunaqa ko'chirilayotganda zahar nimasi bo'lib qoladi, shuni olib tashlaymiz. Mana shu yerdan yangi oq tomir chiqaramiz kesgan joyimizda. Yangi oq tomir chiqaribdi. Bu uchini kesganicha endi. Uchini ham kesasak-ku, bunday qilib qoldiryapsiz. Uchini kesish uchun hozir shoxlar mana 3 ta shox qolayotgan bo'lsa, mana shu bittasini o'zidan 3 ta shox chiqadi. Bunda 3 ta, 9 ta shox qaynaladi shu. Meva shox. Hozir mashg'ulotga olib borib ekib qo'ysam, ko'karmas ekan o'zim-a? Yo'q, ko'karadi. Shox suralmaydi, mana shu turishda turaveradi. Hech bola bo'lmaydi. Tushunarli. Noda suralmaydi, boshqa bo'lmaydi-da. Hech bola bo'lmaydi. Hozir mana unda bo'lib mayda shoxlar meva qiladi endi. Mana shu mayda shoxlar meva, mana shular meva shox. Shular hammasi meva shox bo'ladi. Teplisaga 60 ta oldim obunachilar. 3 ga 3 qilib ekadigan bo'ldik. Xudo xolasa, qolaversa keyin behidan ham oldik. Behnaligi eng kattasi 800 gram dedingizmi? Ha. O'rtacha 550-500 gram bo'ladi. Kattasi 800 gramgacha boradi bitta behni. Xullas, yeganingizda tiqilib qolmas ekansiz, xullas, qisqa qilib gapirganda. Yumshoq behi ekan. Gap yo'q. Videoni kuzatib turaylik. Endi yong'oqqa sal keyinroq boradigan bo'ldik. Hozir bizga zararli. Mana shu bilan beh olamiz. Shu bilan xudo xolasa bugun bo'lsa bugun, bo'lmasa ertaga srochnikka borish kerak ekan. Ertaga ekadigan bo'lsa, olib borib suv quyib turib, turpoq tashlab qo'yishimiz kerak ekan.